La 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 dum 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 dum. Dünyanın güzelliği. Yotgancha. Hammalar men janoblari. Bugun bizning maqsadimiz merni o'marish. Chunki mer meni 1-2 kundan beri xiyonat qilding, meni pulimni o'marding deb menga oylik bermayapti. Ana shunga men mehnatlarimni yo'qotyapman. Ana shuning uchun bugun merni pulni o'maramiz. 64 ta izimrud. Bo'ldi, unda boshlaymiz. Birinchi o'rinda merni uyiga boraman-da. Mer uydami, ketganmi, qishloqlardan so'rayman. Mer uydamas, qani oylik oldim deganda, oylik olgan deyapti. Shunchalik oladimi? Yer. Bugun olmasni o'ramiz. Yo, olmas qadrli. Lekin mer bilib qolsa bolalar, bizni sudga beradi, politsiyaga. Lekin men qo'rqmayman. Chunki meni pulimni o'marlagan, keyin meni pulimni oyligim bermayapti. Mana men uyim. Bu yoq o'zi bolalar nechinchi qishloq desalaring, 22-qishloq. 22-qishloq. Menga obuna bo'linglar. Biz atiga bitta obunachi yig'dik bolalar. Nimasi bu? Bittagina obunachi. Nimasi? Bolalarga tushyapti, bitta o'qitib oling. Kartoshka bo'ladi. Bolalar uxlab turganimdan keyin videoni yoqaman. Uyg'ondim, ertalab tushibdi. Bolalar qorong'ida biz o'maramiz deganda, lekin biz qaranglar. Bolalar bugun qorong'ida merni pulini o'maramiz. Ana merni o'zi kelyapti. Mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega nastirasiz yo'q? Qishloqlar meni pul bering, oyligimni deb yeb qo'ydi. Serozdan bering-da, obuna. Shu bermasiz, qishloqdan ketib bo'lsak-chi. Nima deyapsiz? Gapikki bo'lmaydi. U qayerga ketyapsiz? Seni nima ishing bor? Pullarimni ko'rmoqchiman. Nima qilasiz pulingizda? Seni nima ishing bor? Bor ishingni qil. Ishimni qilganman, pul bermaysiz-ku. Bo'pti, o'zgina beraman hozir. Lekin ikkinchi kelmasa tushundingmi? Xo'p. Pulni sandiqdan o'zing olur. Nechta oling? Baxking. Baxkingni. Qayerga qochib ketaverasiz? Qayerga qochib ketdingiz siz? Ishing bo'lmasa, men senga aytdim. Pulni ol, deyapman sandiqdan. Necha ming olay? 64 ta. 64 ta. 30 tasi o'zi 30 ta edi-ku. Ha, 30 ta edi. 30 tasini boshqasiga berasan. 4 tasi senga. Bo'pti? Yo'q, o'zingiz berasiz. Men 64 ta olaman. Sen esingdan joydami? Pul ko'p-ku. Lekin men senga bermayman. 30 ta ol. Sudga beraman, sudga beraman. Politsiya chaqiraman, pulni bering. Sandiqda bayli 64 ta olasan, tushundingmi? Xo'p. Bo'pti. Bolalar. Bo'ldi, bitta sandig'ini olib ketamiz. Mana. Oldim bolalar. Ana endi ketyapman. Men bu yoqda nima qilyapsiz? Mo'cho'chisiz?
Cho'chimayapman. Ket uyga. Olding. Hop, siz narsa sotasizmi? Ha? Sotmaysizmi? Hayır. O'z bilasiz. Baxki qishloqi. Sen narsa sotasan-da? Ayt sotasanmi? Sotmaysanmi? Menga hozir bog'bonchi kerak-da. Menga hozir bitta golemni o'ldiraymi? O'ldirsam kim meni o'ldiradi? Voy, mana mushukchani. Menga hozir bog'bonchi kerak. Qayerda bor ekan? Menga hozir narsa olishim kerak uyimga. Qornim ochadi bir. This no guide. This no guide. Agar meni olmagan bo'lsa bog'bonchi, bizni tashlayman. Baxya sen nimaga ketgan bilasanmi? Nima sotasan sen? Bu senga foyda. Aziz senga uyimga yo'qota olaman. Ichiga yana sosa bor ekan, buni eshita solimda ham tortdi. Ayro. Bog'bonchi bo'pti. Ertaga ham olaman. Unga borib solib qo'yaychi. Aytgancha meni sandig'im yo'q-ku. Hozir bitta sandiq sotib olamiz-da unda. Ana mer qani, mer qani. Merni uyi o'xshatgan merni uyimi shu. Ana kirib qo'yaychi. Ana shu tomosha merni uyi bo'ladi. Merni uyi ekan. Merga o'zim yozib yuboraman edi. Yozaman mana. Monetga hamma aytuladi. Men tech noblade man bitta sandiq olyapman. Keyin 4 ta ut